Shogirdlarimga smokiayiz texnikasini ko'rsatish uchun rus qizni model sifatida chaqirdim. Ko'zlariga podloshka surmasdan tendi, ketma-ketlida butun ko'rinishda bo'yadim va shimerni yaxshilab barmog'im bilan yedirdim. Ploskiy kistni qo'rg'asi bilan yonga qarab urg'u berdim va boshqa kist bilan uchini tortib chiqazdim. O'zi kremoviy teksturalarga naturalniy kist umuman ishlatib bo'lmaydi. Mani xatoyimni qaytarmanglar. Xullas, ko'rvasili ten bilan dublировать qildim. Lentichni kiprikni yopishtirib tepa qismini oformить qilganimizdan keyin yuzimizni to'kilgan tenlardan tozalab olib, увлажнениеga o'tamiz. Yaxshilab yuzni namlantiramiz. So'ng svetotiplariga qarab ton tayyorlaymiz. Kim qanaqa ishlaydi bilmayman. Shaxsan men tonni juda ham nihoyatda yupqa qilib suraman. Sababi qancha yupqa sursa, shuncha chidamli bo'ladi. Aytgancha quloqlar ham qolib ketishi kerak emas. Ular ajralib qolishi kerak emas. Kisichkada hamma yoqqa bir xilda taqsimlaganimizdan keyin trombovka qilamiz va ahamiyat beringlar, joy qoldiraman ko'zi tagiga. Chunki ko'zlarning tagidagi fioletovoy sinchoklarini neytralizovat qilish kerak bo'ladi konsilerda. O'shaning uchun slishkam plotniy bo'lib ketmasligi uchun ko'z tagiga tonalka surilmaydi. Xo'sh, ana endi ko'zimizni pastki qismiga o'tamiz. Krema va geliy tintda chiroyli qilib оформить qilamiz. Sintetiskiy kistda yedirib, tutunni ko'rinishini beramiz va albatta naturalniy kistchkada dublировать qilamiz. Strelочкalarini освежить qilganimizdan keyin ichki burchaklarini оформить qilamiz. Bu uslubda ko'zlari yanada выразительный bo'ladi. Gal pudriga keldi. Ko'rib turganingizdek, juda ham легкий прикосновение bilan kistni yurg'izaman va pudroviy korreksiyaga o'taman. Har bir mijozimni anatomiyasiga qarab korreksiya qilaman. Eng yaxshi ko'rgan momentim burunga shakl berganimdan keyin yanada chiroyli ko'rinish uchun siyashka beraman. Ko'rib turganingizdek, kremoviy teksturadan ko'ra men quruq teksturalarni yaxshi ko'raman. Rumyana, korreksiyalarni pudroviy teksturalarda qilaman. Charchaganingizda eng zo'r moment highlighter surish va qoshni оформлять qilish, chunki bilasiz, уже makiyajingiz oxirlab boryapti. Lablarni bo'yab bo'lib, modelimizni syomkaga tayyorlaymiz. Bu texnikam sizlarga yoqdimi? Ko'ringlar, baho beringlar.